AQSh Adliya vazirligi Kongressning alohida qaroriga asoslangan holda bir oy kechikkan bo'lsa ham 3 millionga yaqin dunyoga mashhur bo'lgan pedofil Jeffrey Epsteinga bog'liq bo'lgan fayllarni e'lon qildi va hozirgacha bo'lgan fayllarning umumiy hisobi e'lon qilinganlari 3 million 800 ga yetganligi aytilmoqda va uni juda ham katta qismi redaksiya qilingan holatda ism-shariflar, demak yuzlar o'chirilgan suratlardan va videolardan va hokazo shu kabi demak materiallar e'lon qilindi va hanuzgacha ham 50% dan ko'p bo'lgan material e'lon qilinmagani haqida axborot tarqaldi. Birinchidan, bilmayman nimaga o'zbek mediasida uni Epstein deb atashmoqda. Balki bu rus mediasidan kirib kelgan atamadir, lekin u aslida Epstein emas. Bo'pti. Ana endi moshina sotadigan akaga o'xshab biz ham ushbu fayllar ichida Bill Clinton, Elon Musk, Trump janob oliylari, Bill Gates, Saudiya valiahd shahzodasi bin Salmon, Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti bin Zayedning ismlari bor demaymiz. Xuddi shu va shu kabi dunyoga mashhur bo'lgan boylar va siyosatchilarning ismlari fayllar orasida juda ko'plab uchraydi. Eng avvalambor bu insonlarning ismlari, rasmlari, video materiallari ba'zi bir o'rinlarda uchrashi ularni to'g'ridan to'g'ri bolalarga qarshi jinsiy zo'ravonlikka nisbatan aybdor deb atashga yetarli bo'lmaydi. Chunki aniq dalilga asoslangan ayblov e'lon qilingani yoki aniq dalillar halicha oshkor qilingani yo'q. Ammo yangi fayllar e'lon qilinganidan keyin va u fayllar ochiqlagan yangi jinoyatlar oldida jinsiy zo'ravonlik, bolalarga qarshi ishlatilgan jinsiy zo'ravonlik ayblovlari balki holva bo'lib qoldi desak bo'ladi. Chunki u yerda kannibalizm, ya'ni bu odam go'shtini tanovul qilishning zamonaviy atamasi kannibalizm haqida so'z boradi. Bu va har bir fayllarda nomi keltirilgan shaxslarga alohida video tayyorlashga harakat qilaman. Hozir esa Jeffrey Epsteinning o'ziga e'tiborimizni qaratishimiz kerak deb o'ylayman. Eng avvalambor musulmonlar sifatida agarda Jeffrey Epsteinning o'rnida biror musulmon shu ishni qilganida birinchi navbatda nima bo'lardi? Uning diniga yopishishgan bo'lardi. Biz ham balki albatta ularga o'xshab qolmasligimiz kerak. Biz unchalik nomard emasmiz. Lekin uni yahudiy ekanligini unutmasligimiz kerak. To'g'ri, nisbatan zamonaviy yahudiy bo'lgan, dindan uzoqroq bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin Isroilni doimiy qo'llab kelgan. Va MRB Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimlarining ishonchi komilki, ekspert sifatida aytishlari bo'yicha u katta ehtimol bilan Isroilning Mossad maxfiy tuzilmasi uchun xizmat qilib kelgan.